Hammaga salom, sizlar bilan Abdulboriy va sizlarning kanalimdasizlar. Obunachilar, bugundan boshlab biz sizlar bilan haqiqiy og'ir mas'uliyatli kasb egasi bo'lamiz. Ya'ni haqiqiy prezidentning qo'riqchisiga aylanamiz. Biz bitta kamerani ro'parasida o'tirib salom-palom deb o'yin o'ynash oson, lekin biz bitta haqiqiy prezident qo'riqchisiga aylanamiz va har xil vaziyatlar, даже o'limli vaziyatlardan olib chiqamiz. Ya'ni o'zimiz jonimizni prezident uchun qurbon qilishimiz kerak bo'ladi. O'yinda. Albatta video boshlashdan oldin albatta like, obuna boshlaysan chiqarmaylik, chunki bu video juda ham qiziq bo'lishiga va'da beraman. Albatta 10 ta obunachi bo'lishimiz kerak. Podpisatsiya tugmasini bosib qo'yinglar. Create Safe. Ya'ni obunachilar, men bu videoni boshlashdan oldin bitta uровень o'ynab qo'ydim. Biz ikkinchi uровеньdan boshlaymiz. Erta biz prezidentni normalligini lekin xavf ortda qoldi va biz mana mo'ljallab sakrashimiz kerak bu yerda. Shkaflar. Do'stim. Mana prezidentni mana shu qutqarish desa bo'ladi. Endi bo'lsa prezidentimizni o'ldirmoqchi bo'lganlarni kallasidan headshot qilamiz. Bo'ldi, obunachilar, ikkinchi leveldan ham o'tdik. Ana level tugmasini bosamiz va Create Safe. Bilaman albatta va bizga soqqalab beryapti prezidentning jonini qutqarib qo'yganimiz uchun. Va biz yana xuddi o'shanga o'xshash vaziyatdamiz. Biz bitta menimcha voy, jicha qoldi prezidentni qutqara olmadim. Sal teparoqdan qilamiz bo'lmasam. OTTda qutqardim, lekin u yotibdi hali ham. Lekin zato tirik, to'g'rimi? To'g'ri. Hop. Endi bo'lsa chemodan bilan qanaqa qutqarib oldim obunachilar, zo'r video bo'lyapti. Albatta like, obuna bosishni unutmanglar albatta. Va biz bu yerdan sakrab o'sha o'ldirmoqchi bo'lganlarni yo'q qilamiz va biz bu yerdan pushkalab kallasini headshot qilib, mana ikkinchisini ham o'ldirib va bo'ldi. Create Safe. Biz prezidentni ko'p marta jonini saqlab qoldik o'yin ichida. Albatta bu videoni o'yinni o'ynashni ham sizlarga tavsiya qilaman, juda ham zo'r o'yin. Bu yerda bo'lsa qanaqadir o'ynadan sakrab, sindirib qutqarib olishimiz kerak prezident hayotini, lekin prezidentimiz qutqara olmadi. Yana bir marta urinib ko'ramiz. Mana undaqa mo'ljalda olib ko'ramiz bo'lmasam. Biz mo'ljalda olganimiz har oynaga tekkanida harakatimiz sekinlashyapti. Yana prezident qutqara olmayapmiz. Ana lampochkaga o'xshagan narsani bossam nima bo'lar ekan? O'zi ko'rsatib turar ekan. Ana g'day masala. Endi bu safar o'xshar balki. Bo'ldi, o'xshadi. Obunachilar, qutqardim prezident xavfdan. Endi bo'lsa bu yerdan prezidentimizni o'ldirmoqchi bo'lganlarni otib tashladi va biz bonus level. Biz kerak emas, hozirmi ham reklama ko'rish kerak. Create Safe. Bo'ldi, obunachilar, o'zi $660 pulimiz bo'ldi. Normalligina mas'uliyatli ish. Hop. Start tugmasini bosdik sirazi va biz qanaqadir shkafga mo'ljallashimiz kerak ekanmi? Shu ana tepasidagi narsagami? O'sha yerda mo'ljallab ko'raylikchi, nima qilamiz? G'day masala. Lekin keyinroq tushundim. Mana yerda mo'ljallasak-chi, borarmikan? Voy, qornini mo'ljallayapman-da. Ay, ozgina aniqlik yetishmadi hozir. Endi ham qutqaraman hozir. Qutqardim. OTTda qutqardim. Mana endi mo'ljallay olamiz endi. Nimaga endi? Krisalar pastdan o'ldirmoqchi turgan ekanda, bo'ldi, kallasiga tegdi. Endi biz kamerani ustida voydi, stollarning ustida dumalab yuribman, lekin hayotini qutqarib qoldingmi? Prezident qutqarib qolibmiz va biz erta headshotlar qilib prezident otib bo'larmikan? Yo'q, prezident otib bo'lmas ekan. Ana odamlarni o'ldirib tashladi. Bo'ldi prosta. Create Safe. Bilaman Create Safeligini. Endi bo'lsa yana bunaqasiga sakrab ko'ramiz va biz bu yerda qutqardimmi? Yo'q, qutqara olmayapman. Ozgina yetmay qolibdi. Bu safar ham endi sakrab, bu safar qutqaraman, ko'rasizlar. Qutqardimmi? Voy! Endi ham balandroq sakraymiz endi. Yo'q, qutqargan ko'rdilarmi obunachilar? Albatta ziyon yetkazdim, endi baribir, lekin qutqarib qoldim. Ana prezidentni mo'ralab urmoq. Voy! Uzr, Mr. Prezident, men buni xohlamadim lekin. Bo'ldi, o'ldirdim. Bo'ldi.
Birinchi bitta o'qni ikkinchi o'qni to'xtatolmadim lekin. Bo'ldi, level 6 dan o'tolmadim. Qanaqadir sal murakkabroq ekan bu. Unda sraz yana bir marta start. Pushka. Mana nima qilsa, reklamaga ko'rish kerak ekan. Pushkaning nima qizig'i bor? To'g'rimi obunachilar otsa bo'ldi, ishlasa bo'ldi-yu. Startni bosib yuboramizda. Xo'p. Yana qutqarishga harakat qilamiz prezidentni va qutqardim ham. Birinchi marta. Undan oldinlari bo'lsa, rosa qiynalib turardim. Endi chimadanni otamiz mana undaqasiga. Bu safar endi to'sadi. To'g'ri, terroristga teshga tegdi, lekin o'qi otilib bo'ladi va prezidentga jo'natkizdi. Voy, osmondan mo'ljaldab olibman, yana prezidentimiz otib tashadi. Endi bo'lsa ham endi qo'qamiz. Bo'lmayapti, yo'q. Prosta bo'lmayapti. Я не понимаю. Qanday qilib o'ynash mumkin? Endi ham qutqaramiz. Bo'ldi, qutqardim ham. Bitta otilish qoldi. Obunachilar qutqara olamanmikan? Birinchi o'qda ham, ikkinchi o'qda ham birinchisi o'zim bilan, ikkinchisi shika bilan. Normalligini lekin to'sib qoldi. Endi biz bo'lsa ularni killerlarni cho'qqillatib otib tashlaymiz. Ikkinchisini ham poqqillatib. Tegmadi. Kallasidan prosta. Bo'ldi, otib tashladi obunachilar va leave tugmasini bosamiz va great save. Bo'ldi obunachilar, mana bugungi smenam yetadi. Albatta video yoqqansa albatta like, obuna boshlaysan chiqarmanglar. Sizlar bilan men bo'ldim, men ismim Abdulboriy. Hammaga xayr, o'zlaringiz ehtiyot qilinglar. Keyingi videolargacha ko'rishguncha xayr.